Ben hayron qoldim. 9 yashar bola Navoiyda ichida yashayapti. Mana bizni bugungi tadbirning natijasi. Ben bekorga tushunmadim. Har doim hurmatli prezident Samarqand viloyatiga kelganda Ishtixonda qoraqol so'rashini va Ishtixonni boshqacha mehr bilan yaxshi ko'rishini men bugun yana bir tajribasi amin bo'ldim. O'ylaymanki, bugungi tadbir hamma ishtirokchilariga mashqat, har bir tumanda shunchalik tayyorgarlik ko'rib kelgansizlar, bu davomli bo'lishi kerak. Ilm shunaqaki, ma'rifat, ma'naviyat shunaqaki, u 24/7 ishlaydi. U 3 soat, bir oyda 2 kun, bir oyda 1 kun ishlamaydi. U 24/7 ishlaydi. Chunki bugun dunyo tahlikali. Faqat bitta yo'l bor. Ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagan. Shuning uchun bugungi tadbir ishtirokchilariga, umuman bugungi barcha ishtirok etganlarga ham Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan alohida minnatdorchilik bildiramiz. Va menga juda ma'qul kelgani shunday katta bog'ning o'rtasida kitobxona ochganligi va kutubxonani tashkil qilganligi uchun biz Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi nomidan ushbu kutubxonani to'ldirish uchun ham alohida topshiriq berdim bugunda doimiy. Va hammaga bitta masala aytmoqchiman. Boyagi menga eng yoqqani, ko'nglim jiz etgani bobo yonida buvi, nabiralar o'tirib bir kitob o'qiyotgan peyzaj ko'z oldimdan ketmadi. Agar rassom bo'lganimda o'sha yerda turib rasm chizardim. O'ylaymanki, mana mahalla uyushmasiga masala qo'ydik. Har bir mahallada shunday bo'lish kerak. Bobolar kitob o'qishi qadriyat bo'lish kerak. Nima uchun nonni olib ko'zimizga surtamiz? Bir payt och qolganmiz. Nonni shu uchun hozir kitob ko'zimizga surtishimiz kerak. Kitobni peshonamizga tekkizishni o'rganishimiz kerak. O'qishni kitobni o'rganishimiz kerak. Shundagina biz mana Samarqand 1-renessansni ham ko'rgan, 2-renessansni ham ko'rgan va Samarqand hozir 3-renessansni ilk nishonalarini ham ko'rishni boshladi. Hammaga muborak bo'lsin bugungi tadbir. Davomli va ko'proq bo'laversin bunday.